Yaxshisi uzda yaxshi voqea. Navoiyliklar bormi oramizda? Navoiyliklar, молодец. Allohga tavakkal. To'yimiz bor edi. Murod aka shoqqara yo'lga chiqqan edilar. İşleysizlarmi? Yo'q, mehmon kelibman o'sha yerga kelganda seksani generatori qachimi yo'li bor, men chaynab qo'ydim. Yomon-da shu. Zo'r bola uchrab qoldi. O'sha yerda gala soatiga to'xtatib, olib kirib, anaqaga ichkariga olib kirib, avtozapchas magazin topib, Tanimaysiz? Begona. tanimayman, begona. Necha pullik xarajat bo'ldi zapchastlar bo'lmasa? 760 ming bo'ldi. Hozir ekranlarda ko'rgan yo'lovchilaringiz Toshkentdan Navoiyga to'yga ketayotganlarida mashinalari yo'lda buzilib qolib, ilojsiz ahvolga kelib qolibdi. Navoiylik akalarga respekt mana. Yo'lda tanimagan begona yo'lovchilarning mashinasi buzilib qolgani uchun mashinasiga mindirib zapchast bozorga olib borib, yonidan 760 ming to'lov qilib zapchast olib beryapti. Va yo'lda davom etyapti. Alloh hammamizni shunaqa yaxshiliklar qilishga qodir qilsin. Bu videoni navoiylik tanishlarga jo'natib qo'yamiz. Yaxshisi o'z. Yaxshilar haqida